Hammalarga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilarim. Videoga darrov bitta like bosib, bu videoni mol boqadiganlar videoni oxirigacha ko'rsin. Ya'ni qishloq hayotida sigir boqib qancha daromad qilsa bo'ladi. Ya'ni 50-60 litrlik sigir sut beradigan sigirni boqib, ya'ni zoti chorni fiyostiri qancha daromad qilsa bo'ladi. Ya'ni bitta sigirning narxi 50 million so'm aziz yurtdoshlar. Tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'ri qimmat, lekin kuniga eng kami 60 litr, eng ko'pi 120 litrgacha sut beradi aziz yurtdoshlar. Va undan tashqari uning chaqaloqlari, ya'ni tug'ilgan buzoqchalari, ular katalsa pullaysiz, ancha pul bo'ladi. Sutda ham eng oliy navli sifatli sut bo'ladi. Ya'ni eng zo'r sut desa ham bo'ladi, chunki O'zbekistonda nomer 1 sigir bu chorni fiyostiri, chunki aziz yurtdoshlar ko'pchilik biladi, olib ishlatyapti bu molni, boqyaptiganlar kommentariyada yozib qoldiringlar, qanaqa sut berishi, tartibi qanaqa. Обязательно yozib ketinglar. Aziz yurtdoshlar, gap qisqa qilib aytaman. Qishloqda sigir boqcha qancha pul ketadi? Aziz yurtdoshlar, 100 million pul bilan kichikgina biznesni aytaman. Bitta sigir olasiz 50 million so'mga, chorni fiyostiri. Kami yem bermadim deganingizda 45-50 litr sut beradi. Yemini bersangiz 120 litrgacha sut beradi aziz yurtdoshlar. Joy qilasiz 50 million, 30 million so'mlarga bitta shu molingizga shilaq blokdan kichik qilib molxona qurib olasiz. Yemiga 30 million ketdi. Yemiga 20 million ketdi yo 30 million ketdi. 100 million so'mga borib qoladi aziz yurtdoshlar. Kuniga 50 litr sut, ya'ni 5000 so'm hozir 1 litr sutingiz 10 litri 50 ming so'm. 250 ming so'm kuniga foyda bosa foyda aziz yurtdoshlar sigir biznesidan. Bu biznes hech qachon o'lmaydi, chunki sigir biznesi hech qachon o'lmaydi, chunki kundan kunga, ya'ni oziq-ovqatga, produktga talab kuchayib boryapti aziz yurtdoshlar. Agarda kimda 100 million so'mga yaqin puli bo'lsa, davay boshlasin mana shu biznesni. Ya'ni bu biznes o'lmaydi hech qachon. Kim boshlashdi? Kim agarda mana shu biznesni boshlasa, o'zim tekinga besplatniy reklama qilib beraman yurtdoshlar. Sutini ham, molini sotmoqchi bo'lsa ham aziz yurtdoshlar, kommentariyada men boshlab qo'yibman deb yozinglar. Aziz yurtdoshlar, o'zim borib reklama qilib beraman aziz yurtdoshlar. Undan tashqari biz tekin reklamani yo'lga qo'ydik, ya'ni bahorni, ya'ni 1-martgacha besplatniy reklama bo'ladi aziz yurtdoshlar. Tekinga reklama xizmatimiz mavjud. Kimda narsasi bo'lsa reklama qildirmoqchi bo'lsa, yozinglar, o'zim tekinga reklama qilib beraman aziz yurtdoshlar. Barib bilaman ko'pchilik reklamasi kerak, lekin pulga qildirmoqchi, lekin men tekinga qilib beraman aziz yurtdoshlar. Videoga baribir bitta like bosamiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Keyingi video nima haqida bo'lsin, обязательно yozib ketinglar, chunki sigir boqib ham ancha daromad qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar.